Assalomu alaykum va rahmatulloh. Masjid Namirodamiz. 300 mingta namozxon sig'adi deyilyapti Masjid Namiroga. Shunda shunaqa bo'ladimi? 240 metrga 300 mingta odam sig'ishi mumkinmi? Akram aka, 240 metrli masjid 300 mingta odam sig'ishi mumkinmi? Mümkün. Azmi hesabdan 57 gektar olsa gerek yani. Maşallah. 57 gektar olsa. Masjid-i Özgende Nabaviyga halısı, özgende halısı 5 de halısı çıkar ekan. Maşallah. Masjid Nabaviyga tashqarilar bilan qo'shib 1 million odam sig'adi. Ha, 1 million Makkaga tashqarilar qo'yib 4 million. Sardor Bey, 300 ming odam sig'ishi mumkin Masjid Butun Namiroga. Qirg'iziston chiqar ekanda Makkaga. Bir narsa deya olmaymiz biz deb qo'ying. Boshlig'im bilan Azam aka Masjid Namirodi ko'rdik. Bugun Makka ziyorat. Maşallah, bugun Makka ziyoratidamiz. Masjid Namiro haqida ma'lumotlarni olib, Xudo xolasa bir ko'rib aylanib keyin Arafat maydoniga qarab yo'l olamiz inshaalloh.